Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun kombinatorikaning eng oxirgi bo'limi guruhlash haqida gaplashamiz. Demak, o'rinlashtirishda elementning o'rni ahamiyatsiz bo'ladigan bo'lsa, bunday o'rinlashtirishga guruhlash deyiladi. Guruhlashda elementni turgan o'rnini demak ahamiyati yo'q. Elementlar o'rni almashganda yangi kombinatsiya hosil bo'lmaydi. Buni misol bilan ko'rib chiqamiz, keyin formulalarimiz isbotiga to'xtalamiz. Sinfda 5 ta o'quvchi bor, ular orasidan sinf sardori, yordamchisi va tozalik posboni necha usulda tanlash mumkin? Bu demak bizda o'rinlashtirish bo'ladi, bu guruhlash emas. Demak, sardor tanlash imkoniyatim 5 ta o'quvchi. Ana endi bir kishini sardor sifatida tanlaganimdan keyin posbon tanlash imkoniyatim 4 ta bo'ladi. Bittaga kamayadi va yordamchi tanlash o'z-o'zidan 3 ta bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak, jami 60 ta usulda tanlashim mumkin. Bu guruhlash emas. Bu demak o'rinlashtirish. Bunda lavozim bilan alohida ajratib bergani uchun bu o'rinlashtirish qoidasiga tushadi. Ya'ni bu yerda lavozim bo'lganini hisobiga o'rni almashganda kombinatsiya o'zgaradi. Keyingi savolga o'tamiz ana endi. Sinfda 5 ta o'quvchi bor, ular orasidan 3 tasini bilimlar bellashuvida qatnashish uchun necha usulda tanlab olish mumkin deyilgan savol. Bu ana endi guruhlash qoidasiga tushadi. Guruhlash desak bo'ladi. Ya'ni bu safar o'quvchini o'rnini ahamiyati yo'q. Ya'ni tasavvur qiling, A o'quvchi birinchi o'rinni, B o'quvchi ikkinchi o'rinni oldi, C o'quvchi uchinchi o'rinni oldi. Bu degani qatnashish uchun shu 3 ta o'quvchi ketadi. A, B, C o'quvchilar. Endi birinchi o'rinni B o'quvchi, ikkinchi o'rinni A o'quvchi, uchinchi o'rinni C o'quvchi oldi. Baribir bu holatda ham shu 3 ta o'quvchi ketadi. A, B, C o'quvchilar ketgan bo'ladi. Birinchi o'rinni C o'quvchi oldi, ikkinchi o'rinni demak A o'quvchi oldi, uchinchi o'rinni misol uchun B o'quvchi oldi. Baribir bu holatda ham yana shu 3 ta A, B, C o'quvchilar borgan bo'ladi. Ya'ni mana bu 3 ta holat, mana bu bitta holat bilan bir xil. Ya'ni o'rni qaysi tartibda berilgan bo'lsa ham baribir shu 3 ta o'quvchi boryapti. Bular olgan o'rnini ahamiyati yo'q. Baribir shu 3 ta o'quvchi olimpiadaga bordi. Endi yuqorida ko'rdik, demak 3 tasini tanlab olish bo'ldi bizda 5 4 3. O'rni ahamiyati bo'lmasa 3 ta narsani joyini almashtirish 3 faktorial. Imkoniyatimiz 3 faktorial marta kamayadi. 3 faktorialga shuni bo'lamiz. Ya'ni 5 4 3 taqsim 1 2 3. 3 lar qisqaradi. 20 taqsim 2 bo'ladi. Demak bizda javobimiz 10 ta bo'lib qoladi. Demak, bu ikki masaladan xulosa qiladigan bo'lsak, agar lavozim bilan aytiladigan bo'lsa, bizda o'rinlashtirish qoidasi bo'ladi. Lavozim aytilmaganda bu guruhlash qoidasiga tushadi. Ya'ni o'rnini ahamiyati yo'q bo'lib qoladi. Mana shu narsaga guruhlash deyiladi. Davom etamiz. Guruhlash ikki xil bo'ladi. Takrorsiz guruhlash va takrorli guruhlash. Mth elementdan entalik tuziladigan kombinatsiyalar soni nechta? Demak, takrorsiz kombinatsiya bo'yicha topamiz. Bizda demak A, B, C, D, Y elementlar m ta, xonalar soni n ta. Shundan entalik kombinatsiya tuzishim kerak. Ana endi birinchi xonaga tanlash imkoniyatim m ta. Shu m ta elementdan istalgan birini tanlashim mumkin. Ikkinchi xonaga tanlash imkoniyatim m-1. Takrorsiz bo'lgani uchun bitta ishlatilgani 2 marta ishlatilmaydi. Uchinchi xonaga tanlash imkoniyatim m-2. Bittadan kamayib boradi.
Ana endi shu tartibda davom etsak, oxirgi xonaga tanlash imkoniyatim nechta bo'ladi? mth elementdan n'tasini ishlatadigan bo'lsak, bizda m-nth element qoladi. Demak, oxirgi xonani tanlash imkoniyatim o'z-o'zidan m-m plus bitta bo'ladi. Ana endi tuzishlar soni m ko'paygan m-1 ko'paygan m-2 ko'paygan va hokazo m-n plus 1 bo'ladi. Guruhlash qoidasi bo'lganini hisobiga, demak, bu n ta xonani joy almashganda kombinatsiya o'zgarmaganligi uchun buni n faktorialga bo'lamiz. Mana shuncha bo'ladi kombinatsiyalar soni. Endi formula hosil qilish maqsadida surat va maxrajini m-n faktorialga ko'paytiraman. Ya'ni 1 dan m-n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga suratini ham, maxrajini ham ko'paytiramiz. Va bu yerda hosil bo'ladi bizda yuqoridagi, demak 1 dan m gacha ko'paytma bo'ladi, bu m faktorial. Bu maxrajda turgan ifodam m-n, ya'ni n faktorial kara m-n faktorial hosil bo'ladi. Va bu bizda s mun guruhlash formulasi m faktorial taqsim n faktorial ko'paytirilgan m-n faktorial degan biz biladigan, ishlatadigan formulamiz hosil bo'ladi bizda. Navbatdagisi takrorli guruhlash nima? Ya'ni bunda ham mth elementdan n'talik tuziladigan kombinatsiyalar soni nechta? Takrorli guruhlash deganim tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun, misol uchun bizda 2 xil to'p bor. Shu 2 xil to'pdan 3 talik tuzamiz. Ya'ni element soni ko'proq shu holatlarda bo'ladi. Elementni turi xonadan ko'ra kamroq bo'ladi. Misol uchun 2 ta elementdan 3 talik tuzmoqchiman. Buni takrorsiz tuzishning imkoniyati yo'q. Chunki takrorsiz qilib 2 tasini tuzaman, lekin 3-chisiga baribir qaysidir yana bitta shu ishlatgan elementimni ishlatishga majbur bo'laman. Mana shu narsa takrorli guruhlash bo'ladi. Takrorli guruhlash formulamiz demak SMUN takrorli guruhlash usta chiziqchaligi. Bu nimaga teng bo'ladi? Buni oddiy guruhlash formulasiga o'tkazsak m plus n-1 dan n bo'lib qoladi. Ya'ni m plus n-1 faktorial taqsim n faktorial ko'paytirilgan m-1 faktorial degan formula hosil bo'ladi bizda. Bu takrorli guruhlash formulasi bo'ladi. Buni izohlarini vazifa sifatida qoldiraman. Isbotini biladiganlar izohlarda isbotni yozib qoldirishingiz mumkin. Mana shular demak guruhlash formulalari bo'ladi. Ana endi buni misollar bilan ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: 5 nafar o'quvchidan 3 tasini bilimlar bellashuvida qatnashish uchun necha usulda tanlash kerak degan. Demak, takrorsiz bo'ladi guruhlash C5U2. Bu yerda demak boya ko'rdik shu narsani. O'quvchilari qaysi o'rinda o'tganligini ahamiyati yo'q, o'rinning ahamiyati yo'q guruhlash. Demak C5U2 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial. 5 faktorial 1 dan 5 gacha ko'paytma, 3 faktorialni 1 dan 3 gacha ko'paytma. Qisqartiradigan bo'lsak, tepada 4 kera 5 qoladi. 2 faktorialni 1 kera 2. 20 taqsim 2 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsak, demak 10 ta. 10 ta usulda demak tanlab olishim mumkin ekan. Ikkinchi savol: kutubxonadagi 8 ta kitobdan 3 tasini necha usulda tanlash mumkin? Bunda ham demak guruhlash qoidasiga tushadi, ya'ni kitoblarni o'rnini almashtirib olganimi ahamiyati yo'q. Demak C8U3 hosil bo'ladi. 8 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 5 faktorial.
5 faktorial bilan 8 faktorialni qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida 6, 7, 8 qoladi. Mahrajda demak 1, 2, 3. Hisoblaydigan bo'lsak, bu 6 yuqoridagi 6 bilan qisqaradi, 7 kere 8 qoladi, demak 56. Demak 56 usulda tanlashimiz mumkin ekan. Navbatdagi 3-savolga o'tamiz. Bunda demak 10 ta odamni o'zaro qo'l berib ko'rishishlar soni nechta deyilgan. Qo'l berib ko'rishganda demak 2 ta odam tanlanadi. Shu 10 ta odamdan 2 ta odam orqali bitta salomlashish hosil qilinadi va ular o'rnini almashib salomlashganda ahamiyati yo'q. Ya'ni bu ham guruhlash qoidasiga tushadi. Shunda demak C10U2 hosil bo'ladi. 10 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 8 faktorial. 8 faktorial 10 faktorial qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida 9 ko'paytirilgan 10 taqsim 1 kere 2 qoladi. 90 taqsim 2 bo'ladi. Demak, jam salomlashishlar soni 45 ta bo'ladi. Endi buni umumiy formula qiladigan bo'lsak, siz bilan demak, n ta odamni o'zaro qo'l berib ko'rishishlar soni nechta deyilgan savolni ko'rib chiqamiz. Demak, SNU2, ya'ni shu n ta odamdan ikkitasini tanlab olishim kerak. Demak, bu n faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan n-2 faktorial. Bu yerda n-2 faktorial bilan n faktorialni qisqartiradigan bo'lsak, n kere n-1, 2 faktorialning qiymati 2 ga teng. Demak, bizda hosil bo'ladi formulasi n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 chiqadi. Buni demak umumiy formula sifatida ishlatishimiz mumkin. Navbatdagi 4-savolga o'tamiz. Futbol musobaqasida 8 ta jamoa qatnashmoqda. Har bir jamoa bitta raqibi bilan 2 ta o'yin o'tkazadi. Musobaqada jami nechta o'yin bo'ladi degan savol. Demak, bu yerda o'rni almashgani yangi kombinatsiya sifatida hisoblangan. Agar o'rni almashmaganda edi, ya'ni har bir jamoa o'z raqibi bilan bir martadan o'ynaganda edi, yuqoridagi salomlashishlar masalasiga o'xshab qolardi bunda ham holat. Ya'ni 2 ta jamoa bitta o'yin o'tkazadi. C8U2 bo'lardi. Lekin 2 tadan o'yin o'tkazgani uchun demak shundan 2 ta bo'ladi va shuni 2 ga ko'paytirsak jami o'yinlar soni kelib chiqadi. Demak, bu 2 ko'paytirilgan 8 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 6 faktorial chiqadi. Ana endi 6 faktorial va 8 ni qisqartirsak, tepada qoladi 7 ko'paygan 8, 2 faktorial qiymati 2 ga teng. 2 lar qisqaradigan bo'lsa, demak 7 kere 8 bo'ladi. Jami o'yinlar soni bu musobaqada 56 ta bo'ladi. Keyingi 5-savolga o'tamiz. 6 ta yigit va 4 ta qizdan 5 ta o'quvchini shunday tanlab olindiki, ular ichida qizlar soni 3 tadan kam emas. Bunday tanlashlar soni nechta? Demak, biz umumiy 5 ta o'quvchi tanlashimiz kerak. Bu yerda holatlar ko'proq bo'ladi. E'tibor qiladigan bo'lsak, demak, yigitlar soni va qizlar soni. Umumiy 5 ta o'quvchi tanlanishi kerak va qizlar soni 3 tadan kam bo'lmasligi kerak. Demak, eng kamida 3 ta bo'lishi kerak. Qizlar soni 3 ta bo'ladigan bo'lsa, yigitlar soni 2 ta bo'ladi. Qizlar soni 4 ta bo'ladigan bo'lsa, jam 5 ta o'quvchi, yigitlar soni 1 ta bo'ladi. Qizlar soni o'zi 4 ta, undan ko'p bo'la olmaydi. Demak, shu 2 ta holat. Ana endi har bitta holatni hisoblab chiqamiz. 6 ta yigitdan 2 tasini tanlash C6U2, 5 ta qizdan 3 tasini tanlash C5U3. 6 ta yigitdan bittasini tanlash C6U1, 5 ta qizdan 4 tasini tanlash C5U4. Hisoblab chiqamiz. 6 faktorial 2 faktorial ko'paygan 4 faktorial. 5 faktorial 3 faktorial ko'paygan 2 faktorial. Hisoblaymiz ana endi. Bu yerda 4 faktorial bilan 6 faktorialni qisqartiraman. Yuqorida 5 ko'paytiruv 6, 2 faktorial qiymati 2 ga teng.
ko'paygan. 5 faktorial bilan 3 faktorialni qisqartirsak, yuqorida 4 ko'paytiruv 5, pastda 2 faktorial qoladi, bu 2 ga teng. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, bu 32 ga bo'ladigan bo'lsak 15, bunisi 22 ga bo'ladigan bo'lsak 10. Jami 150 ta usulda bo'ladi. Bunisi 6 faktorial taqsim 1 faktorial ko'paygan 5 faktorial ko'paygan 5 faktorial taqsim 1 faktorial ko'paygan 4 faktorial. Bu ikkalasi qisqaradi 6 taqsim 1, bu ikkalasi qisqaradi 5 taqsim 1. Ko'paytirsak 30 xil chiqadi. Ana endi jam kombinatsiyalar sonini topish uchun 150 ga 30 ni qo'shaman. Demak, jami 180 ta usulda 5 talik tuzishim mumkin va shu tuzgan 5 taligimda qizlar soni 3 tadan kam emas chiqadi. Davom etamiz. 5-savol. 5 ta qizil va 4 ta sariq gul bor. Bu gullardan 2 ta qizil va 2 ta sariq gulli guldastani necha usulda tanlab olish mumkin? Bu safar demak bitta holat. 5 ta qizil guldan 2 tasini tanlash, ixtiyoriy 2 tasini tanlash, bu C5U2 bo'ladi. Ya'ni qaysi birini tanlaganim ahamiyati yo'q, o'rnining ahamiyati yo'q. 4 ta sariq guldan 2 tasini tanlashlar soni bu C4U2. Ikkalasi bir-biriga bog'liq holat ko'paytiriladi. Jam kombinatsiyalar sonini topish uchun ana endi hisoblab chiqamiz. Birinchisi C5U2, bu 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial. C4U2 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan yana 2 faktorial bo'ladi. 3 faktorial bilan 5 faktorial qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida demak 4 ko'paytiruv 5, bu 2 faktorialning qiymati 2 ga teng. 2 faktorial bilan 4 faktorial qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida 3 ko'paytiruv 4, pastda 2 faktorial bu 2 ga teng. Hisoblaymiz. 5 kara 4 bo'ladi, 22 ga bo'ladigan bo'lsak 10. 4 kara 3 bo'ladi 12, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 6. Demak, ko'paytirsak jami 60 ta usulda guldasta tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi 6-savolga o'tamiz. Aylanayotgan 5 ta nuqta orqali nechta kesma o'tkazish mumkin? Bu joyda nimaga aynan aylanayotgan degan shart berildi? Nimaga tekstlikdagi ixtiyoriy 5 ta nuqta deyilmadi? Chunki aylanada ixtiyoriy 3 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda yota olmaydi va bu kombinatsiyalarimiz sonini kamaytirmaydi. Agar 2 tadan ko'p nuqta 3 ta yoki 4 tasi bir to'g'ri chiziqda yotadigan bo'lsa, bu kombinatsiyalar sonini kamaytiradi. Shu uchun masalaning shartida aylanada yotgan degan shartni berdi. Aylanada yotgan deyilgan shart berilgan paytida demak bilishimiz kerak, ixtiyoriy 3 ta nuqta aylanada yotgan, bir to'g'ri chiziqda emas. Demak, masalamiz kesma bo'lishi uchun bizga 2 ta nuqta kerak, tanlashim kerak. Nuqtalar o'rin almashganda kesma o'zgarmagani uchun demak bu ham guruhlashga tushadi. Ya'ni C5U2. 5 ta nuqtadan 2 tasini tanlash. Hisoblasak 5 faktorial 2 faktorial kara 3 faktorial bo'ladi. 3 faktorial bilan 5 faktorial qisqartiramiz. Yuqorida 4 ko'paytiruv 5, 2 faktorialning qiymati 2 ga teng. Hisoblasak 20 taqsim 2 demak 10 chiqadi. Jami 10 ta kesma hosil qilishimiz mumkin ekan. Keyingi 7-savol. Aylanada yotgan 10 ta nuqta orqali nechta uchburchak yasash mumkin? Bu yerda ham aylanada yotgan degan shart berilgan, ya'ni ixtiyoriy 3 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda emas. Bu degani mana berilgan 10 ta nuqtadan istalgan 3 tasi orqali bitta uchburchak yasash mumkin. Nuqtalar o'rin almashganda uchburchagimiz o'zgarmaydi. Demak, bu ham guruhlash qoidasi. Uchburchak bo'lish uchun 3 ta nuqta kerak. Demak, 10 tadan 3 tasini ajratamiz. C10U3 bo'ladi. 10 faktorial 3 faktorial ko'paytirilgan 7 faktorial. 7 faktorial bilan 10 faktorialni qisqartirsak, yuqorida 8, 9, 10, mahrajda 1, 2, 3 bo'ladi. 3 faktorialni ko'paytirsak. Ana endi hisoblaymiz. Yuqorisi 720, pasti 6 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsak 120. Demak, jami 120 ta uchburchak yasash mumkin ekan. Keyingi 8-masalaga o'tamiz.
Qavariq beshburchakni diagonallari nechta nuqtada kesishadi degan shart berilgan va qo'shimcha qilingan hech qaysi 3 ta diagonal bitta nuqtada kesishmaydi. Demak, bitta beshburchak chizaylik tasavvur qilishimiz uchun. Mana diagonal o'tkazdik. Demak, 3 tasi bir nuqtada kesishmaydigan bo'lsa, bizda 2 ta diagonal bitta nuqtada kesishadi. Ya'ni buni 1, 2, 3, 4 ta uchi orqali bitta kesish nuqtasi hosil qilinadi diagonallar. Ya'ni C 5 u 4. Ya'ni 5 tadan 4 taliklar tuzamiz. Har 4 ta nuqta orqali bitta diagonallar kesish nuqtasi hosil bo'ladi. Hisoblasak, demak 5 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 1 faktorial. Qisqaradigan bo'lsa, demak 5 ta bo'lar ekan. 5 ta nuqtada kesishadi. Agar shu joyda n burchak deydigan bo'lsa, demak umumiy formula qilsak, umumiy diagonallar kesish nuqtalari demak qavariq n burchakda c n u 4 bo'lib qolar ekan. Buni ham umumiy formula sifatida qabul qilsak bo'ladi. Keyingi 9-savolga o'tamiz. O'lchami 3/2 bo'lgan to'g'ri to'rtburchak 6 ta kvadratchalarga bo'lingan. Kvadratchalar tomoni bo'ylab yurganda A dan B ga olib boruvchi eng qisqa yo'llar soni nechta deyilgan. Demak, bunga umumiy qoida ham qilib qo'yamiz birinchi, keyin misolimizni yechamiz. Mana bu yoqda demak qanaqasiga yurib borsak ham bu bir xil kvadrat bo'lgani uchun, ya'ni men bu yo'nalishda yurib borsam ham A dan B ga qarab, bu yo'nalishda yurib borsam ham men boradigan yo'lim uzunligi bir xil bo'ladi hammasida. Demak, biz A dan B ga boradigan hamma yo'llar sonini sanashimiz kerak. Buni formula qilib olsak, mana bunaqasiga misol uchun n ta, bu tarafga m ta bo'lsa, bu masalaning javobi cm plus n dan n yoki cm plus n dan m bo'ladi. Bittasini hisoblasak bo'ldi shuni. Bu masalamizda demak shunda c 3 plus 2 dan 2 yoki c 3 plus 2 dan 3 ni hisoblasak ham shu bilan bir xil chiqadi. Ya'ni c 5 u 2 desam bo'ladi. Hisoblaymiz. 5 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial. 3 faktorial bilan 5 faktorial qisqaradi. 4 kara 5 taqsim 1 kara 2. 22 ga bo'ladigan bo'lsak, jami 10 ta bo'ladi kombinatsiyalar soni. Navbatdagi 10-savolga o'tamiz. A to'g'ri chiziqda 4 ta, B to'g'ri chiziqda 3 ta nuqta olingan. Agar A va B chiziqlar parallel bo'lsa, uchlari shu nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak va nechta to'rtburchak yasash mumkin? Demak, uchburchak yasash shartidan boshlansa, ikkita holat bo'lishi mumkin. Hozir bizga uchburchak yasash uchun 3 ta nuqta kerak. Birinchi holat, yuqoridan bitta, pastdan 2 ta nuqta tanlash orqali uchburchak hosil qilaman. Ya'ni mana bu ko'rinishda bizda uchburchak hosil bo'ladi. Demak, yuqorida 4 ta nuqta bor edi. C4 u 1, 4 tadan bittani tanlash, pastda 3 ta bor edi, bundan 2 tani tanlash, C3 u 2 bo'ladi. Keyingi holatda endi yuqoridan 2 ta, pastdan bitta nuqtani tanlash orqali uchburchak hosil qilamiz. Tepadagi 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlashlar soni C4 u 2, pastda 3 ta nuqtadan bittasini tanlash C3 u 1. Hisoblaymiz endi. 4 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 1 faktorial. Bunisi demak 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 1 faktorial. Buni qisqartirsak 4, birinchisi ikkinchisini qisqartirsak 3 ko'paytirsak 12 ta chiqadi. Keyingisi 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial, 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 1 faktorial. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 4 faktorial bilan 2 faktorial qisqaradi. 3 kara 4 12 bo'ladi.
2 faktorialga bo'ladigan bo'lsak 6 chiqadi. 2 faktorial bilan 3 faktorial qisqarsa bu 3 ta bo'ladi. 18 ta. Jami endi 12 plus 18 bo'ladi. Demak 30 ta uchburchak hosil qilishimiz mumkin ekan. Keyingi shartida to'rtburchak hosil qilishimiz kerak. To'rtburchakda o'z bitta holat bo'ladi. Ya'ni tepadan 2 ta, pastdan 2 ta nuqta tanlasam va tutashtiradigan bo'lsam, to'rtburchak hosil bo'ladi. Bunda boshqa holatda to'rtburchak hosil qilish imkoniyatim yo'q. Tepadagi 4 ta nuqtadan 2 tasini tanlash C4U2, pastdagi 3 tasidan 2 tasini tanlash bu C3U2 bo'ladi. Hisoblaymiz endi shuni. Bu demak 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial. Bunisi demak 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 1 faktorial. Hisoblaymiz endi bu 2 faktorial bilan 4 faktorial qisqarsa yuqorida 3 karra 4 bo'ladi 12, 2 ga bo'lamiz shuni. Bu ikkalasi qisqarsa yuqorida 3, pastda 1. 36 2 ga bo'lsak demak 18 ta chiqadi. Demak 30 ta uchburchak va 18 ta to'rtburchak hosil qilishimiz mumkin ekan xulosa qiladigan bo'lsak. Ana endi bunga umumiy formula isbotlaymiz. A va B parallel chiziqlar bo'lsin. A chiziqda n ta, B chiziqda m ta nuqta olingan. Birinchi sharti uchburchaklar soni. Demak, ko'rdik, uchburchak bo'lish uchun tepadan bitta, pastdan 2 ta tanlashim kerak. Ya'ni CNU1 ko'paygan CMU2 plus pastdan bitta, tepadan 2 ta tanlashim mumkin. Bu degani CNU2, CMU1. Mana shuni demak hisoblaydigan bo'lsak, bizda demak uchburchaklar soni formulasi hosil bo'ladi. To'rtburchakda ko'rdik, to'rtburchak hosil qilishim uchun yuqoridan ham pastdan ham demak 2 tadan nuqta tanlashim kerak. O'z bitta holat. Demak CNU2 ko'paytirilgan CMU2 bo'ladi. Bu demak to'rtburchaklar soni. Keyingi 11-misolga o'tamiz. Quyidagi shaklda nechta to'rtburchak bor? Demak, bu yerda biz to'rtburchak hosil qilishimiz uchun bu chiziqlardan 2 tasini, bu chiziqlardan ham 2 tasini tanlasak, bitta to'rtburchak hosil bo'ladi bizda. Demak, 1, 2, 3 ta chiziqdan 2 tasini tanlash C3U2. Bu demak 1, 2, 3, 4. 4 ta chiziqdan 2 tasini tanlash C4U2. Keyin ikkalasini hisoblaymiz endi. 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 1 faktorial ko'paygan 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial bo'ladi. 2 faktorial bilan 3 faktorial qisqartirsak bu yoqda 3 taqsim 1. Bu tarafda 2 faktorial bilan 4 faktorial qisqartirsak 3 karra 4 taqsim 2 hosil bo'ladi. Hisoblasak 36 taqsim 2 demak jami 18 ta to'rtburchak hosil qilish mumkin. Endi umumiy formula hosil qiladigan bo'lsak, quyidagi shaklda nechta to'rtburchak bor? Demak, gorizontal chiziqlar soni 1, 2, 3 va hokazo n ta. Vertikal chiziqlarim soni ham demak m ta. Shundan nechta to'rtburchak hosil qilish mumkin? Demak, to'rtburchak bo'lishi uchun 2 ta gorizontal va 2 ta vertikal chiziq kerak bizga. N tasidan 2 tasini tanlashlar soni CNU2, ya'ni qaysi 2 tasini olganim ahamiyati yo'q o'rnini. Va m tasidan 2 tasini tanlash bu CMU2. Demak, shuni ko'paytiradigan bo'lsak, jami to'rtburchaklar soni hosil bo'ladi umumiy formulasi. Demak, keyingi 12-misolga o'tamiz. Shaklda nechta uchburchak bor? Demak, bu yerda bitta nuqtasi bor uchburchakni. Biz mana pastdagi nuqtalardan 2 tasini tanlasak, uchburchak hosil bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta nuqtadan 2 tasi, istalgan 2 tasi orqali bitta uchburchak hosil bo'ladi. 6 ta nuqtadan 2 tasini tanlashlar soni C6U2. Ya'ni 6 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 2 faktorial chiqadi.
Bu yerda 4 faktorial bilan 6 faktorial qisqaradi. 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 2 bo'ladi. 32 ga bo'ladigan bo'lsak 15 ta bo'ladi. Demak, bu shakldagi uchburchaklar soni. Endi bunga umumiy formula ham chiqarsak bo'ladi. Shaklda nechta uchburchak bor? Xo'p, yuqorida bitta nuqtasi bor. Pastdagi nuqtalardan ikkitasini tanlasam bo'ldi uchburchak hosil bo'lish uchun. Demak, 1, 2, 3, 4 va hokazo n ta nuqta bor. Demak, jam uchburchaklar soni CNU2 bo'ladi bizda. Ya'ni shu n ta nuqtadan ikkitasini tanlasak, bizda bitta uchburchak hosil bo'ladi. Demak, jam uchburchaklar soni CNU2 ga teng bo'ladi. Keyingi 13-masalaga o'tamiz. 13-masalada demak, shaklda nechta uchburchak berilgan deyapti. Demak, boyagi qoidadan foydalansak, bitta yuqorida 1, 2, 3, 4. Ham 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlaydigan bo'lsam, uchburchaklar hosil bo'ladi. Endi bundan necha qator bor? 1 qator, 2, 3 qator. Ya'ni mana bu C4U2 dan 3 qator bor. Shuning uchun demak 3 ga ko'paytiramiz buni. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial. Qisqartirsak bu 3 qoladi. 4 faktorial bilan 2 faktorial qisqartirsak 3 kara 4 qoladi, taqsim 2. Hisoblasak ana endi 36 2 ga bo'ladigan bo'lsak 18 ta. Demak, jam bu shakldagi uchburchaklar soni 18 ta bo'lar ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz, davom etamiz. Endi shu 13-misolimizga umumiy qoida hosil qilamiz. Shaklda nechta uchburchak berilgan? Demak, mana bu 1, 2, 3, 4 va hokazo m ta nuqtadan istalgan ikkitasi orqali bitta uchburchak qurishim mumkin. Mana bu yuqoridagi nuqta bilan tutashtirib. Endi shunaqadan necha qator? 1, 2, 3 va hokazo n qator bo'lgani uchun n ga ko'paytiraman. Demak, umumiy formulasi n ko'paytirilgan CMU2 bo'ladi. Bu shakldagi hosil bo'ladigan uchburchaklar soni. Keyingi 14-misolimizga o'tamiz. Demak, bu yerda shakl berilgan, shaklda nechta uchburchak bor? Demak, bunda mana bu holat qaraylik birinchi. 3 A nuqtada deylik uchburchagimizni 1, 2, 3, 4, 5 ta nuqtadan ikkitasini tanlash orqali A nuqtani tutashtirib uchburchak hosil qilishim mumkin. Endi shundan necha qator? 1, 2, 3, 4 qator. Demak, 4 kara C5U2 bo'ladi. Keyingisi 3ni B nuqtada desak, 1, 2, 3, 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlab B nuqta bilan tutashtiradigan bo'lsam, uchburchak hosil bo'ladi va bunaqa uchburchaklar soni necha qator bo'ladi? 1, 2, 3, 4, 5 qator bo'ladi. Shuning uchun buni 5 ga ko'paytiraman. Demak, hisoblasak, 4 ko'paygan 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 2 faktorial. 3 faktorial bilan 5 faktorialni qisqartirsak 4 ko'paytiruv 5 taqsim 1 kara 2 bo'ladi. Hisoblasak demak 20 82 ga bo'lsak 40 ta chiqadi. Bunisi 5 ko'paygan 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial. 2 faktorial 4 faktorial qisqaradi. 3 kara 4 taqsim 1 kara 2. Hisoblaymiz. 20 62 ga bo'lsak 30 ta chiqadi. Jami shunda demak 40 plus 30 70 ta uchburchak hosil bo'ladi. Endi bunga ham umumiy holatda umumiy formula qiladigan bo'lsak, demak 3 A nuqtada mana bu birinchisi n ta nuqtadan ikkitasini tanlayman. Bu demak CNU2. Shunaqadan demak m qator bo'lgani uchun m ga ko'payadi. Birinchi m kara CNU2. Keyin 3 B nuqtada bu m ta nuqtadan ikkitasini tanlashlar soni CMU2. Bundan demak n qator bo'ladi bizda. N kara CMU2.
Ikkalasini qo'shsak, demak, jami uchburchaklar soni chiqadi. Demak, shaklda m ko'paygan cnu2 plus n ko'paygan cmu2 sonda uchburchaklar mavjud. 15-misol, bu ozgina murakkabroq holatimiz. Shaklda nechta uchburchak mavjud degan. Bunda demak, mana bu holat qarayman, demak, uchburchak uchi 1, 2, 3 ta. Shu 3 ta nuqtada bo'lganda, mana pastdagi 1, 2, 3, 4, 5 ta nuqtadan ikkitasini tanlab uchburchak quriladi. 3 karra C5U2. Keyingi safar mana bu 1, 2, 3, 4 ta nuqtada uchburchak 3 desam, pastdan 1, 2, 3, 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlab uchburchak quriladi. Qo'shaman. Lekin AB asosli uchburchak, mana asosi A va B nuqtalarda bo'lgan uchburchaklar ikkalasi ham sanaldi. Asosi ABdagi uchburchaklar sonini bittasini ayiramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana shu 12 ta nuqtadan bittasini tanlaydigan bo'lsam va AB bilan tutashtiradigan bo'lsam uchburchaklar hosil bo'ladi va shu uchburchaklar 2 marta sanaldi bizda. Shuning uchun buni ayiramiz va hisoblaymiz. 3 karra, demak, C5U2 ni hisoblaydigan bo'lsak 10 ga teng chiqadi. Plus 4 karra C4U2 ni hisoblaydigan bo'lsak 6 ga teng chiqadi. C12U1 ni hisoblaydigan bo'lsak 12 ga teng chiqadi. Ana endi 30 plus 24 minus 12 bo'ladi. Jami demak uchburchaklar soni 42 ta bo'lar ekan. Keyingi 16-misolimiz ham shu bilan bir xil. Shaklda nechta uchburchak bor? Demak, 3 mana bu 1, 2, 3, 4 ta nuqtada olaman. Pastdan 1, 2, 3 tasini tanlash orqali uchburchak qurish mumkin. 4 karra C3U2 plus 3 mana bu 2 ta nuqtada pastdagi nuqtalar 1, 2, 3, 4, 5 tadan ikkitasini tanlash orqali, demak, 2 karra C5U2 orqali uchburchaklar hosil qilinadi. Boyaga o'xshab bunda ham demak AB orqali hosil qilingan uchburchaklar 2 marta sanaldi. Ham bunisida, ham bu tarafda sanalgani uchun o'shalar sonini ayirib tashlaymiz. AB 2 ta nuqtasi bor, yana bitta nuqta kerak uchburchak qilish uchun. Sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana 8 ta nuqtadan bittasini tanlayman va AB bilan tutashtirsam uchburchak hosil bo'ladi. Bu 8 ta nuqtadan bittasini tanlash C8U1. Demak, buni ayirib tashlaymiz. Umumiy holatda ham mana shu holatda bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hisoblasak, bu 4 C3U2 deganim, demak, 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 1 faktorial, bu 3 ga teng bo'ladi. 2 karra 5 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 3 faktorial. Bu demak bizda 10 ga teng bo'ladi. Bu C8U1 degan qiymat 8 ga teng chiqadi. Hisoblaymiz ana endi. 12 plus 20 minus 8. 32 8 ayiradigan bo'lsak, demak, jami 24 ta uchburchak mavjud bu shaklda. Keyingi savolga o'tamiz. 17-savol. Mana bu ikkita chiziqda demak 9 ta nuqta berilgan. Birinchi sharti berilgan 9 ta nuqta orqali nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin degan savol berilgan. Agar bu 9 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda bo'lmaganda edi, jami C9U2 bo'lardi. To'g'ri chiziqlar soni, ya'ni ikkitasi orqali, istalgan ikkitasi orqali bitta chiziq o'tkazsak bo'lardi. Lekin 1, 2, 3, 4, 5 tasi bir to'g'ri chiziqda. 5 ta nuqta orqali to'g'ri chiziq nechta o'tkazishim mumkin? C5U2. Ya'ni mana 5 ta orqali C5U2 ta to'g'ri chiziq o'tkaza olmayman. Ya'ni umumiysidan buni ayiraman, lekin o'rniga birini qo'shaman. Bular orqali bitta chiziq o'tkazish mumkin. Bu 4 ta nuqta orqali ham demak C4U2 ta o'tkaza olmayman. Shuning uchun C4U2 ni ayiraman, lekin bitta o'tkazishim mumkin shu 4 talasi orqali. O'rniga birini qo'shaman. Demak, mana shuni hisoblasak, jami o'tkazishimiz mumkin bo'lgan to'g'ri chiziqlar soni hosil bo'ladi. Birinchisi 9 faktorial, 2 faktorial ko'paygan 7 faktorial minus
5 faktorial 2 faktorial ko'paygan 3 faktorial plus 1 minus 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial plus 1. Buni hisoblasak 9 bilan 9 faktorial bilan 7 faktorial qisqaradi. Yuqorida 8 kara 9 bo'ladi 72. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 36 minus 3 faktorial 5 faktorial qisqaradi. 4 kara 5 bo'ladi 20. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 10 plus 1. Bunisi 2 faktorial bilan 4 faktorial qisqaradi. Yuqorida 3 kara 4 12. 2 ga bo'lsak 6 demak ayrilgan 6 plus 1. 10 bilan 6 ni qo'shadigan bo'lsak 16, 36 dan 16 ni ayirsak 22 ni qo'shsak 22 chiqadi. Demak jami 22 ta to'g'ri chiziq o'tkazishim mumkin bu nuqtalar orqali. 17-savolning ikkinchi sharti. Berilgan 9 ta nuqta orqali nechta uchburchak hosil qilish mumkin deyilgan. Endi shu nuqtalardan hosil qilishim mumkin bo'lgan uchburchaklar soni. Agar bu nuqtalar yana bir to'g'ri chiziqda bo'lmaganda edi, umumiy uchburchaklarim soni C9 3 bo'lardi. Mana bu bir to'g'ri chiziqdagi 5 ta nuqtadan uchburchak hosil qilib bo'lmaydi. Uchburchak bo'lishi uchun 3 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda bo'lmasligi kerak. Demak 5 tasidan hosil qilishim mumkin bo'lgan uchburchaklar soni C5 u 3 shu ayriladi, lekin o'rniga bu safar hech narsa qo'shilmaydi, chunki 5 tasi orqali uchburchak qurib bo'lmaydi. Bo'ldi, shuning uchun ayirib tashlayman umumiysidan. Va mana bu 4 ta nuqta orqali ham uchburchak hosil qilib bo'lmaydi. Ayiraman C4 u 3 ni. Hisoblaymiz. 9 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 6 faktorial minus 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 2 faktorial minus 4 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 1 faktorial. Hisoblasak, bu bilan bu qisqaradi. Yuqorida 7, 8, 9 qoladi. Pastda 1, 2, 3. Hisoblasak 8 kara 9 bo'ladi 72. 6 ga bo'lsak 12. 7 ni 12 ga ko'paytirsak 84 chiqadi. Minus 3 faktorial bilan bu qisqaradi. Yuqorida 4 kara 5 bo'ladi 22 ga bo'lsak 10. Minus bular qisqaradigan bo'lsa 4 qoladi. 84 dan 14 ayirsak demak 70 ta chiqadi. Jami demak bu nuqtalar orqali 70 ta uchburchak hosil qilishimiz mumkin ekan. Keyingi 18-savolga o'tamiz. Berilgan nuqtalar yordamida nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin degan. Demak bizda berilgani 10 ta nuqta berilgan. Agar bu 10 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda yotmaganda edi, jami o'tkazish mumkin bo'lgan to'g'ri chiziqlar soni C10 2 bo'lardi. Lekin mana bu ikkitasi bir to'g'ri chiziqda, demak C2 2 bo'ladi. Ikkitadan to'g'ri chiziq o'tkazishlar soni 2 ta nuqta kerak. Shuni ayiraman, lekin o'rniga birini qo'shaman bunda to'g'ri chiziq bo'lgani uchun, chunki bitta o'tkazishim mumkin. Mana bu 3 tasidan o'tkazishlar soni C3 u 2, buni ayiraman o'rniga, lekin birini qo'shaman bunda ham. Bu 4 ta nuqtada C4 u 2 ayriladi, lekin o'rniga 1 qo'shiladi. Hisoblaymiz ana endi. C10 u 2 deganim demak 10 faktorial taqsim 2 faktorial kara 8 faktorial. 10 faktorial bilan 8 faktorial qisqartiradigan bo'lsak 9 kara 10, 2 ga bo'lsak 45 ta bo'ladi. Minus C2 2 1 ga teng plus 1 minus C3 2 deganim 3 ga teng plus 1 C4 2 6 ga teng plus 1. Hisoblasak bu 1 bilan bu qisqaradi. 45 2 ta 1 qo'shadigan bo'lsak 47 minus 9 bo'ladi. Ayirsak 38 ta bo'ladi. Demak jami 38 ta to'g'ri chiziq hosil qilishim mumkin ekan bu nuqtalardan. Keyingi ikkinchi shartida berilgan nuqtalar yordamida nechta uchburchak yasash mumkin degan. Demak bu ham bu 10 ta nuqtadan bir to'g'ri chiziqda bo'lmasa, umuman hech qaysisi jami yasashlarim soni C10 2 ta bo'ladi. C10 3 ta bo'ladi. Chunki 3 ta nuqta tanlab olaman. Endi bu ikkitasi orqali uchburchak qurib bo'lmaydi o'zi shundoq ham. Mana bu uchtasi orqali quradigan uchburchaklarim soni C3 u 3. Buni ayiraman. Bu uchtasi bir to'g'ri chiziqda.
Lekin o'rniga bu safar qo'shilmaydi. Chunki bu 3tasidan umuman hosil qilib bo'lmaydi, bo'ldi. Shu uchun ayirib tashaladi. Bu 4tasidan ham uchburchak qurib bo'lmaydi. 4tasidan uchburchaklar soni C4 3. Hisoblaymiz. 10 faktorial 3 faktorial ko'paygan 7 faktorial minus 3 faktorial 3 faktorial 0 faktorial 4 faktorial 3 faktorial 1 faktorial. Hisoblasak bu bilan bu qisqaradi. Tepada 8 9 10 qoladi. 3 faktorialim 1 2 3 8 kere 9 72 6 ga bo'lsak 12 10 ga ko'paytirsak 120 minus 3 faktoriallar qisqaradi. 0 faktorial qiymati 1 ga teng. Demak minus 1 minus bu ikkalasini qisqartirsak 4 qoladi. Ayirsak demak jami 115 ta uchburchak hosil qilishim mumkin ekan. Davom etamiz. Keyingi 19-savolga keldik. 5 ta to'g'ri chiziq eng ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi degan. Demak bu yerda eng ko'p nuqta hosil bo'lish uchun bitta kesish nuqtasida ikkita chiziq kesish kerak. Agar 3tasi bitta joyda kesishsa bu eng ko'pi bo'lmaydi. Demak o'z-o'zidan 5 tadan ikkitaliklar ajratib olamiz. Chunki istalgan ikkitasi orqali bitta kesish nuqtasi hosil bo'ladi. 5 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 3 faktorial. Qisqarsa demak 4 kere 5 taqsim 2. 22 ga bo'ladigan bo'lsak demak jami 10 ta bo'ladi. Umumiy formula hosil qiladigan bo'lsak, n ta to'g'ri chiziq eng ko'p bilan nechta nuqtada kesishadi desa, demak CNU 2 bo'ladi formulasi. Davom etamiz. Keyingi 20-savol. 5 ta to'g'ri chiziq kesishib tekislikni eng ko'pi bilan nechta qismga ajratadi degan. Buni chizib topib ko'rsataman. Osonroq usul hosil qilib beraman. Demak, o'sha 5 ta chiziqni chizamiz. Eng ko'p degan shart bajarilishi uchun birinchi ikkita chiziq o'zaro kesish kerak. Uchinchi o'tkazgan chizig'im o'zidan oldin o'tgan ikkita chiziqni ham kesadi. Keyingi 4-chiziq o'zidan oldingi 3tasini ham kesib o'tadi va 5-chiziq o'zidan oldingi 4 ta chiziqni ham kesib o'tadi. Tekislikni nechta qismga ajratadi deb savol berdi. Endi tekislik bo'laklarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Demak javobi masalamizni 16 ta bo'lar ekan. Endi buni osonroq topishlaringizni o'rgataman. Bitta chiziq nechta qismga ajratadi tekislikni? 2 ta. Buni ham yozib olamiz. Bittasi 2 taga ajratadi. Ana endi 2 tani topish uchun men bu ikkovini qo'shaman. Bu tarafga yozaman. 4 taga ajratadi. Demak 3 ta chiziq bo'lsa demak 4 ga 3 qo'shamanda bu tarafga yozaman. 7 ta bo'lakka ajratadi. 4 ta bo'ladigan bo'lsa 7 ga 4 qo'shamanda bu tarafga yozaman. 11 taga ajratadi. Xo'p. 5 ta kerak bo'lsa, demak 11 bilan 5 ni qo'shamiz va bu tarafga yozamiz, 16 ta bo'ladi. Mana shu usulda demak bu chiziqlar soni, bu taraf bo'laklar soni. Mana shu usulda demak topish mumkin. Eng qulayi shu, hech qanaqa formulasiz bajarish mumkin. 16 ta qismga ajratadi. Keyingi savolga o'tamiz. 21-savol bo'ladi. Oshxonada 3 xil shirinlik bor. Ibrohim bu shirinliklardan 5 tasini necha usulda tanlashi mumkin deyilgan. Demak, 3 xil shirinlikdan 5 tasini tanlash bu endi takrorli guruhlash bo'ladi. Ya'ni C chiziqchaligi. C 3-5 chiziqchalik bo'ladi. Buni oddiy C ga o'tkazsak, demak 5 plus 3 8 bir ayirsak 7. C 7-5 bilan bir xil bo'ladi. 7 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial. Ular qisqarsa
6 kere 7 taqsim 1 kere 2 42 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 20. Bitta usulda tanlashi mumkin. Keyingi 22-savol. Maktabda futbol, voleybol va tennis to'plari bor. Murabbiy bu to'plardan 4 tasini necha usulda tanlashi mumkin? Ushbu masalani o'zizga qoldiramiz. Masalamizni javobini izohlarda qoldirasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.